سال 9 ایونی سالی روان در شهر بختر دایره تجارتی تاجیکستان و ازبکستان به هم آمد. با این مقصد نمایندگان جمهوری ازبکستان به ولایت ختلان تشریف آوردند. در میدان 70 سالگی وادی وحش فورم مشترک سرمایه‌گذاری با اشتراک معاون سروزیر جمهوری ازبکستان، معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت ختلان و دیگر شخصان رسمی دایر گردید. نخست هیئت مهمانان ازبکستانی از نمایشگاه محصولات صنعتی و کشاورزی ولایت ختلان دیدن کردند. مورد به ذکر است که ولایت ختلان دارای شرایط خوبی کشاورزی بوده. امروز در این فورم همه آنها به نمایش گذاشته شد. Bugun Tojikiston O'zbekiston hududlararo investitsiya forumida ishtirok etib turibmiz. Avvalambor mana shu forum davomida O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi tarkibida Surxondaryo viloyat delegatsiyasi ham faol ishtirok etmoqda. Mana ko'rib turganingizdek yuqori saviyada tashkil etilgan ko'rgazma yarmarkaning guvohi bo'lib turibmiz. Avvalambor mazkur tadbirni yuqori saviyada tashkil etishda o'zini mehnatini ayamagan Tojikiston rahbariyatiga, shuningdek mushtarak O'zbekiston rahbariyati bilan birgalikda olib borilayotgan mana shu iqtisodiy hamkorlikning natijasi deb bilamiz. Mazkur tadbirdan so'ng o'ylaymanki, hamkorlik aloqalarimiz bundan da rivojlanadi, chunki bu ikki davlat iqtisodiy ijtimoiy hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda avvalambor iqtisodiy imkoniyatlarimizning yuqoriligi, shuningdek hamkorlikning turli yo'nalishlarida maqsadlarimiz birligi bunga imkoniyat yaratib beradi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda biz ham bugungi forumdan yuqori maqsadlarni ko'zlaganmiz. Bu xoh investitsiya sohasi bo'lsin, qishloq xo'jaligi sohasi bo'lsin, sanoat sohasi bo'lsin, barcha yo'nalishlarda biz hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish maqsadida tashrif buyurganmiz. O'ylaymanki, o'sha forum yakunlari bilan o'zaro savdo iqtisodiy sohalarda bir qator manfaatli kelishuvlarga erishamiz. Buning uchun mazkur forumda barcha sharoitlar yaratilgan. Hamkorlik aloqalariga to'xtaladigan bo'lsak, so'nggi yillarda ikki mamlakat rahbarlarining o'zaro mushtarak maqsadlarga egaligi, o'zaro hamfikrligi bizni ikki mamlakat iqtisodiyotining o'zaro uyg'unlashuviga, rivojlanishiga, hamkorlik aloqalarining keskin rivojlanishiga turtki berdi. Bu albatta azaldan o'sha o'zbek xalqi hamda tojik xalqi doimiy do'st, hamfikr, hamkor qo'shni mamlakatlar hisoblanishgan. Aynan shu nuqtai nazardan bugungi o'tkazilayotgan forum ham qaysidir ma'noda do'stligimiz, hamjihatligimizning bir namunasi hisoblanadi. Bu kabi forumlar albatta bundan keyin ham davom etadi. Nasib etsa kelgusi tadbirlarda Tojikiston delegatsiyasini O'zbekiston hududida kutib qolamiz. Mana bunaqa tadbirlar albatta ikki mamlakat tadbirkorlarining o'zaro hamkorlikda ish olib borishi uchun ulkan imkoniyatlar yaratib beradi. مقصد از برگزاری چنین فرم تجارتی پیش از همه گسترش مناسبت‌های دوستی دوجانبه و معرفی محصولات از جهت اکولوژی تازه میباشد. باید ذکر کرد که در این فرم همه محصولات در ولایت ختلان استحصال شونده و مطابق به باد و هوا به مهمانان نشان داده شد. به همین مقصد این دو کشور با هم دوست و همجوار تصمیم دارند که سال جاری گردش مناسبت‌های سودای دوجانبه را به 1 میلیارد دلار آمریکایی رسانند. عین حال این شماره به 30% 133 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. اینجا نه بازار است و نه چیزی دیگر. در اینجا فورومی بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و ازبکستان برگزار گشته شده است. در این فوروم امکانات‌های سرمایه‌گذاری این دو کشور با هم دوست و همجوار یعنی تاجیکستان و ازبکستان معرفی گردیده در ادامه به امضاء‌رسانی حجت‌های دوجانبه این دو کشور صورت می‌گیرد. در قسم افتتاحی چهاربینی که در کاخ فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر بختر صورت گرفت، معاون یکم سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتعلی سعید، سروزیر جمهوری ازبکستان، وزیر سرمایه‌گذاری و سودای خارجی جمهوری ازبکستان سردار اومزدقف، رئیس ولایت ختلان قربان حکیم‌زاده اشتراک و سخنرانی نمودند.